Akalar, mana shu narsa nimaga qo'yiladi? Mana shu narsa. Buni videoni oxirida aytaman, juda ham foydali video bo'ladi. Endi mashinani tagiga e'tibor beringlar. Haydovchilar juda ham charchagan holatda faqat bitta narsa meni e'tiborimni tortdi, bu mashinani nomeri. Bitta nomeriga qaranglar. Akalar, kech soat 18:00 bo'ldi. Bizni hurmat qilib Qashqadaryodan kelishdi. Hurmatlarni joyiga qo'yib, cho'tka qilib beramiz. Akalar, bo'lgan jarayonni qo'yamiz. Ungacha bittadan like bosib turinglar. Ketdik. Akalar, mashinamiz tayyor bo'ldi. Qashqadaryodan kelgan akamiz mashinalar ideal qilib berdi. Amortizator chashkalari, mayatli rezinkalari bilan mashinamiz 40 ming atrofida yurgan ekan, probeglari, sharoitlari yaxshi holatda turgani uchun tiyilmadi. 4 ta amortizatorlar qo'yib, resorlar, rezinkalarini qo'yib, polni resorlarni yog'lab berdik, yumshoq qilib berdik mashinani. Mashinaga nech pul ketganini videoni oxirida aytamiz. Akamiz bitta yurib ko'rsin, baho berishab birgalikda ko'ramiz. Akalar, planka qo'yish sababi mana shu yerda balon bilan prujinani arasi bekilib qoladi. Katta balon qo'yilgandan keyin 175 balon qo'yilgandan keyin bu Cherokee bo'ladi. Shuni hisobiga prujinaga tiyar-tiymas yaqin bo'lib qoladi. Akamizning mashinalari ham, balonlari prujinaga tiyadigan holatda keladi. Shuning uchun planka qo'yib qochirdik. Mana zazorlari qochdi, ko'rishlaringiz mumkin. Ikkovi tomoni ham mana cho'tga qochdi. Akamiz yurib kelishdi. Hozir o'zlaridan so'raymiz. Akam, mashina qalay bo'libdi? Zo'r, chotka bo'libdi, lekin ko'chalar aylanib keldim. Oldingida emas, ancha judagina yaxshi bo'libdi. Qayerdan keldingiz aka? Qashqadaryodan kelyapmiz shu. Qayerdan aka? Yakkabog', Qashqadaryo Yakkabog'. Shu aka shuncha yo'l bosib kelibsiz, shunga yarasha bo'libdimi? Ha, chotka bo'libdi. Yurgan shuncha kelganimiz, esimdan chiqib ketdi, mashaqat bosib kelganimiz. Hozir juda ko'nglim to'ldi qilganim onda. Gap yo'q aka, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mashinani summasiga keladigan bo'lsak, hop, mashinani summasi 2,5 millionga yaqin bo'ldi, hisobladik. Akamizga 200 ming so'm o'tib berdik. Shuncha yo'l bosib kelganlarga, benzinlariga va hurmatlariga, bonuslarga o'tib berdik. Kimga shuna xizmat kerak bo'lsa kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida Avtosxod jamoasi nomer 1. Inshaalloh hammalarni xursand qiladi. Videoga like bosib, damasi borlarga jo'natib qo'yamiz.